Assalomu alaykum PUBG'chilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimiz mani akkauntim haqida bo'ladi. Akkauntimni juda ham arzon narxga sotmoqchiman. Kimga kerak bo'lsa, menga Coffee'ga murojaat qilasizlar. Akkaunt вообще udar. Narxi ham esa juda ham arzon bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, menga yozishi mumkin. Meni lichkam Telegram opisaniyada bo'ladi va kommentariyada bo'ladi. Hozir akkaunt obzorini qo'yib beraman. Ko'rib tomosha qilib, agar kimgadir akkaunt yoqadigan bo'lsa, aynan akkaunt izlab yurgan bo'lsa, arzon akkaunt izlab yurgan bo'lsa, mana shu akkauntni sotib olishinglarni maslahat beraman. Demak bo'lmasam do'stlar, biz akkaunt obzorimizni boshladik. O'zingizlar ko'rib tomosha qilib olishinglar mumkin. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of the big Fırsat ne yapıyorsun? Her tezgah şuna. Hükümete yetişti mi? Minus. Point bak. Pastdagi nok. Ana. Odamlar. Bizni eshitmadik demanglar.